Selamlar, bilan Isfanjol Minecraft. Bugun biz sizlar uy quramiz daraxtga. Buni hozir kirib olamiz. Rahmat sizlarga 50 ta bo'ldik. Bitta katta tekizmasini ochamiz. Hozir men katta yer ochaman. Ochamiz. Mana mayka ochdik. Mayka daraxt qo'yib turib, mayka menga tushib turib, buni o'stiradigan olamiz. O'stirib qo'yamiz. Endi buni qilib turib, mayka kirib mana uni olamiz. Mayka menga o'tirib turib, buni turib ikkita endi bunaqa emas, bunaqa ketib qoldi. Mendek oldim. Yoqamiz. Bu yerga menga turib, Şimdi koyamiz. Boy bitishida olamiz mana. Yo'qmas, men mana undan oldim. Shu yaxshiroq bo'ladi deb o'ylayman. Sizlardan ko'ringlar, zo'r chiqadi mendek. Endi pastga menga 2 marta tushib turib, endi mendek yer ochamiz. Endi ochib qo'ydim, bo'ldi, şey bo'ladi. Bizga bu bitta kirib o'tamiz. Menga turib, endi buni ikkita past buzamiz. Ikkita past buzib turib, sandiq qo'yamiz. Mendek. Bitta sandiq qo'ydim. Endi yo'q, bu yerga sandiq qo'ymaymiz ekan. Endi menga chiqib normal qo'yamiz. Turib ulardan qorasini oldim men. Ikkita qo'yamiz. Mana bosh tarafiga. Bosh tarafiga bitta rasm qo'yib, rasm qo'yamiz. Bo'ldi. Dada. Men chaqiryapti. Bo'ldimi? Endi bu yerda lipoy bitta o'qidan qilaman. Lipoy bitta qana olamiz. Mayda biz olamiz. Endi bunday mana pas betrokda mana tashlamiz. Bo'ldi. Betrokdan tashlamiz.